Demokratik davlatlardagi parlament a'zolarining Xitoyga qarshi xalqaro tashkiloti bo'lgan parlamentlararo ittifoqi 4 fevral ochiq xat e'lon qilib, Xitoyning jazo lagerlaridagi Uyg'ur qiz ayollarga yurgizayotgan jinsiy xo'rlashlarga qarata xalqaro tekshirish ilib berishni talab qilgan. Bu ittifoqning har qaysi ellardagi 30 dan ortiq a'zosi imzo qo'ygan chaqiriqida xalqaro jamiyatning Sharqi Turkiston rayonidagi xo'rlashlarga beklab pisand qilmayotganligini, so'z kelimalarining vaqti o'tib ketganligini bildirgan. ئەنگىلىيە axboroti BBC 2 fevral kuni Xitoyning jazo lagerlaridagi Uyg'ur qiz ayollarga qo'rqinchli darajada sistemalik jinsiy xo'rlashga uchrayotganligini oshkorlab, dunyoni zilzilaga solgan. Ular ochiq xatda xalqaro parlamentlararo ittifoqining Sharqi Turkiston jazo lagerlaridagi Uyg'urlarni asos qilgan oz sonliq millatlarning qo'rqinchli qiyin qistoq va bosqinchilikka uchrayotganligiga doir beoram qilarli xabarlarda o'zaro birlashadiganligini bildirgan. Ular uch xatda Xitoyni javobgarlikka tortishni talab qilib, biz Sharqi Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ustidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti boshchiligida xalqaro qonuniy tekshirish olib berishni, shuningdek har bir davlatning irqiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasidagi mas'uliyatiga javobgarlik bo'lishini hamda jiddiy holda kollektiv siyosiy harakat qo'llanib, bu dalillarga inkos qaytarishni chaqiramiz degan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisining Tashqi ishlar ministri Blinken bilan Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti Tashqi ishlar komitetining boshlig'i Yang Jiechi o'tirsidagi telefon suhbati haqida yozma bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Blinken Amerikaning ittifoqdoshlari bilan xalqaro sistemasida hamkorlashadiganligini ta'kidladi va o'zlarining Hind-Tinch okean rayonining bexatarligiga tahdid solish va xalqaro sistemasiga buzg'unchilik qilish harakatlari uchun Xitoyni mas'ul qilganligini bayon qildi. Bayonotda aytilishicha, Blinken Amerika, Sharqi Turkiston, Tibet va Hong Kong qatorliq joylarda kishilik huquq va demokratik qimmat qarshini davomli qo'g'daydi hamda Xitoyga besim shiltib, Bermidagi harbiy siyosiy o'zgarishini ayblaydi degan. Amerika prezidenti Joe Biden payshanba kuni Tashqi ishlar ministrligida qilgan tashqi siyosiy nutqida Xitoyni dunyodagi eng muhim raqibimiz deb tasvirladi. Blinken yana Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilganligini yana bir qatim ta'kidladi. Washington Post gazetining 1 fevral xabar qilishicha, Xitoyning eng chong texnika shirkatlaridan biri bo'lgan Huawei osonliq millat odamlarini iz qo'g'lab tekshira oladigan Uyg'urlardan signal bergish ishlab chiqargandan keyin Huawei shirkatining Doniyada turishliq bo'limining aloqa ishlariga mas'ul muavin boshlig'i Tommy Zivitsky iste'fo bergan. Bu amaldor Huawei'ni ommaviy nazorat va kishilik huquq masalasiga astoydil qaramadi degan. Tommy Zivitsky aslida bir muxbir bo'lib, 6 oy ilgari Huawei shirkatining Doniyadagi xabarlashish kasbi bo'limining vakolatchisi bo'lgan hamda izchil turda Huawei'ni oqlab kelgan. Ammo u Huawei shirkatining sun'iy aql texnikasi ishlatilgan kameralarning Uyg'urlarni kuzatoladiganligi haqidagi tekshirish dokladini ko'rgandan keyin Huawei'ning qo'rqinchli mohiyatini tunib, xizmatidan darhol iste'fo berish qaroriga kelgan. ئەنگىلىيە Xitayning chet elga qaratgan tەşۋىقات qanılı bo'lgan Xitoy yer shari televiziya to'rining ruxsatnomasini bekor qilib, uning ئەنگىلىيەدىكى tarqitishini to'xtatgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, ئەنگىلىيەنىڭ axborot nazorat qilish apparati Ofcom 4 yanvar Xitoy yer shari televiziya to'rining tarafsiz axborotchilik prinsipiga xiloflik qilishi, uning Xitoy kompartiyasi bilan bo'lgan aloqasi sababli uning ئەنگىلىيەدىكى tarqitish ruxsatini bekor qilgan. Xitoy yer shari televiziya to'ri xabarlarini ئەنگىلىيەدە sun'iy hamroh orqali haqsiz tarqitib kelgan. Bu kanal xabarlarida Xitoy hukumatining tashviqotini qilib, uning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib borganligi, lagerlarga qamag'anligi, jinsiy xo'rlash elib borganligi, majburiy emgakka solganligi, Hong Kongdagi demokratik harakatlarni bostirganligini bir taraflamalik inkor qilib qolmay, Uyg'urlarni terrorlikka bog'lab kelgan edi. Birlashma agentligining xabarida ta'kidlashicha, ئەنگىلىيە axborot va aloqa nazorat apparati kishilik huquq tashkilotlarining shikoyatiga asosan bu kanal ustidan tekshirish olib borgan. Beşinci fevral 1997 yildagi G'ulji qirg'inchiligining 24 yillik xotir kuni. Muhojiratdagi Uyg'urlar turli faoliyatlar bilan bu kuni xotirladi.
1997 yılı 2 ayının 4 günü Xitay saqchilari G'uljida Ramazan ayining Qadr kechisi munosabati bilan xonim-qizlar to'plashib ibodat qilayotgan bir uyga bostirib kelib, ularni tutib ketadi. Bu xo'rliqqa chidamagan G'ulji yoshlari 5 fevral kuni qo'zg'alib tinish namoyish qiladi. Afsuski, ular Xitoy jallod askarlari va qurolli saqchi kuchlarining qo'rshoviga ilindi va qonxo'rlik bilan vahshiylarcha o'q tutildi. Hayot qolganlarni turmaga tashildi. Shu kunlar bir qancha yuz kishi etib o'ldirildi. Qish fasli sovuq havoda tutilganlarning ustiga suv chechib muzlatdi. Bir muncha kishi to'nglab shahid bo'ldi. Vaqadan keyin keng ko'lamli tutqun boshlangan bo'lib, ularning ko'pinchisining hozir izdergi yo'q bo'lib, intayin oz bir qismi jazo muddati to'shib qaytadan yo'riq dunyoga chiqargan.